Onasi! Onasi! Ozgina bazam. Adasi! Adasi! Adasi sizga nima bo'ldi, adasi? Chiroyli qiz, siz ham eringizdan keyin qiynalib ketdingiz. Yuklaringiz ham og'ir ekan. O'tiring jonim, yuzgacha olib borib qo'yaman. Adasi, sizni sog'indim. Ay, adasi! Qo'lim kesib oldim, adasi! Qo'y, bitta ovqatni bilan qilolmaysan. Sen yurgan turib o'zimdan qolmadi. Ajab bo'lsin, o'zingiz pishirgan osh. Aylanib o'rgilib ham o'zingiz yeysiz. Onasi, Voy, hamma sanga. bugun qanaqa bayram? Sani mani xotinimliging san uchun har kuni bayram. Eringdan keyin ochilib ketsam, bu narsa kerak bo'lsa menga aytur. Ora-chora qo'ynimni olib tursang bo'ldi. Ah, jonim. Singlim, o'zing xarob qilyapsan. Ko'chada ko'rganlar ham har xil xayolga boryapti. Undan ko'ra bitta yaxshi insonga turmushga chiqib hayotingni davom ettirmaysanmi? Opa, charchadim shu gaplardan. Qo'ying endi, siz ham shu gaplarni gapirmang. Adajonisi, o'lishingizni sezgan ekansiz. Sizsiz qiynalib ketdim. Meni kimlarga tashlab ketdingiz? Joyingiz jannatdan bo'lsin, adajonisi. Eri yo'q ayol degani ko'chada fohishalik qilib yuradi degani emas. Bu hayotda nafs emas, sadoqat va vafo ham bor. Agarda shu ayolning o'rnida opingiz yoki singlingiz bo'lsa, siz tirik bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz?